Millionlab muhojirlar AQShni tark etdi. AQSh Ichki xavfsizlik departamenti 2025 yil yanvaridan beri 605 ming hujjatsiz migrant mamlakatdan majburan chiqarib yuborilgani, yana 1,9 million kishi esa o'z ixtiyori bilan chiqib ketgani haqida hisobot e'lon qildi. Unda og'ir jinoyatlar sodir etgan eng xavfli shaxslarni chiqarib yuborishga ustuvor ahamiyat berilayotgani ta'kidlangan. Hujjatsiz migrantlar hozir bizning ketish chaqirig'imizni eshitmoqdalar. Agar ular buni qilmasalar, biz ularni topib, hibsga olib, hech qachon qaytib kelmaydigan qilishimizni bilishadi, degan departament. Departament shuningdek migrantlarni uyga bepul parvoz va $1000 yordam ko'rsatishni kafolatlaydigan maxsus ilovadan ixtiyoriy ravishda foydalanishga chaqirdi. Tramp ma'muriyati ayrim davlatlar fuqarolarining AQShga migratsiyasini ham cheklamoqda. Ular orasida Eron, Somali va Turkmaniston kabi davlatlar bor. Putin taxti qimirlab qolgan Maduro bilan gaplashdi. Nimalar ma'lum? Kremlning xabar berishicha, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Venesuela rahbari Nikolas Maduro bilan telefon orqali suhbatlashdi. Ikki davlat rahbari 2025 yil noyabr oyida kuchga kirgan strategik sheriklik va hamkorlik shartnomasiga muvofiq Rossiya-Venesuela do'stona munosabatlarini yanada rivojlantirish bo'yicha fikr almashdilar. Putin Venesuela xalqi bilan birdamligini bildirgan va Maduro hukumatining tashqi bosim kuchayib borayotgan bir paytda milliy manfaatlar va suverenitetini himoya qilishga qaratilgan siyosatini qo'llab-quvvatlashini yana bir bor tasdiqladi. Ikki davlat ham savdo-iqtisodiy, energetika, moliyaviy, madaniy, gumanitar va boshqa sohalarda qo'shma loyihalarni izchil amalga oshirishga o'zaro sodiqligini tasdiqladi. Eslatib o'tamiz, Tramp hokimiyatga kelgach, Venesuela atrofida vaziyat keskinlashdi. Hatto AQSh Madurodan hokimiyatdan ketishni talab qilgani haqida ma'lumotlar tarqaldi. AQSh harbiylari Karib havzasida faollashdi. Ayrim tahlilchilarga ko'ra, Maduro hokimiyati AQSh hujumi sabab qulashi mumkin. Lukashenko turli mamlakatlarning 123 nafar fuqarosini afv etdi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko turli mamlakatlarning 123 nafar fuqarosini afv etgan. Ular josuslik, terrorchilik va ekstremizmda ayblanib sudlanganlardir. Belarus Ukrainaga 5 nafar qamalgan fuqaromizni qaytardi deb bayonot bergan Ukraina prezidenti. Belarusda ozodlikka chiqarilganlar orasida 2022 yilgi Nobel tinchlik mukofoti laureatining ham nomi keltirilgan. U hozirda Litvada, deyiladi xabarlarda. Shuningdek, Belarus prezidentligiga sobiq nomzod, muxolifatchilar, basketbol hakami, Polsha fuqarolari ham afv etilganlar ro'yxatida bor. Ronaldo kinoda o'ynaydi. Ronaldo Farsajning yangi qismida suratga tushishi mumkin. Ushbu kinoseriyaning bosh qahramoni Vin Diesel futbolchi uchun alohida rol ishlanayotganini ma'lum qildi. Farsaj 11 premyerasi 2027 yil apreliga mo'ljallangan. Taxminlarga ko'ra, bu mashhur kinoseriyaning so'nggi filmi bo'ladi. Birinchi Farsaj olinganiga salkam chorak asr bo'ldi. 2001 yilda namoyish etilgan. AQSh senatorlari bu jinoyat jazosiz qolmasligi kerak demoqda. AQShlik taniqli siyosatchi senator Berni Sanders Isroil hujumlari oqibatida G'azo sektorida jurnalistlar o'limi holatlarini tergov-taftish qilishga chaqirdi. So'nggi 2 yil ichida Isroil 249 nafar jurnalistni o'ldirdi. Bu Ikkinchi jahon urushi va Vyetnam urushidagidan ham ko'p. Jurnalistlarga qarshi ochilgan urush tergov qilinishi va unga chek qo'yilishi kerak, dedi AQSh siyosatchisi. Ma'lumot o'rnida 6 yil ichida Ikkinchi jahon urushida 69 nafar va 20 yil davomida Vyetnam urushida 63 nafar ommaviy axborot vositalari xodimi dunyodan ko'z yumgan edi. Joriy yil 11 dekabr kuni senatorlar Peter Welch, Chris Van Hollen, AQSh Kongressining vakillari palatasi a'zosi Bekka Balint jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi hamda ba'zi tashkilotlar vakillari bilan birgalikda Kapitoliyda aksiya o'tkazib, Isroilni jurnalistlar o'limi yuzasidan javobgarlikka tortishni talab qilgan. Amerikalik qonun ijodkorlari xususan 2023 yil 13 oktyabr kuni Isroil hujumi oqibatida jurnalistlar o'ldirilgani va ba'zi jurnalistlar yaralangani, ommaviy axborot vositalari xodimlariga tajovuz uchun hech kim javobgarlikka tortilmagani yuzasidan norozilik bildirgan. Ushbu ishda biz na javobgarlik, na adolat ko'rdik. Bu Isroil hukumati tomonidan amerikaliklar va jurnalistlarga hujumlarning jazosiz qolayotganini aks ettiruvchi katta kartinaning bir bo'lagidir, degan senator. Chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkilot hisobotiga ko'ra 2025 yilda dunyo bo'yicha 67 nafar ommaviy axborot vositasi xodimi halok bo'lgan. Jumladan Isroil hujumlari oqibatida 29 nafar falastinlik jurnalist hayotdan bevaqt ko'z yumgan. AQShning Brown universitetidagi otishmada o'zbekistonlik talaba halok bo'ldi. AQShning Rhode Island shtati Providence shahrida joylashgan Brown universiteti hududida sodir bo'lgan fojiali otishma oqibatida o'zbekistonlik talaba Muhammad Aziz Umurzoqov halok bo'ldi. Mazkur fojia oqibatida begunoh insonlarning hayotdan ko'z yumgani barchamiz uchun og'ir yo'qotishdir.
O'zbekiston Respublikasining AQShdagi vakolatxonalari vakillari marhumning qarindoshlari bilan doimiy aloqada bo'lib, AQShning tegishli idoralari bilan hamkorlikda barcha masalalar yuzasidan yaqindan ish olib bormoqda deyiladi xabarda. Avvalroq Braun universiteti hududida sodir bo'lgan otishma oqibatida 2 kishi halok bo'lgan va 8 kishi jiddiy jarohat olgani haqida xabar berilgan edi. Zelenskiy NATO umididan voz kechish shartlarini aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakat NATOga a'zo bo'lishdan voz kechish mumkinligini istisno etmadi. Uning aytishicha, agar AQSh va Yevropa ittifoqchilari Kiyevga ishonchli va yuridik kuchga ega xavfsizlik kafolatlarini taqdim etsa, bu variant muhokama qilinishi mumkin. Mazkur bayonot Ukraina rahbari tomonidan Berlinda AQSh delegatsiyasi bilan o'tkazilgan 5 soatlik muzokaralar chog'ida yangragan. Uchrashuvlar bugun 15-dekabr kuni ham davom etadi. Zelenskiy muzokaralar boshlanishidan oldin jurnalistlar bilan muloqotda Ukraina boshidanoq NATOga a'zo bo'lishga intilganini ta'kidladi. Biroq uning so'zlariga ko'ra AQSh va ayrim Yevropa davlatlari vakillari bu intilishni qo'llab-quvvatlamagan. Bugun Ukraina va AQSh o'rtasida ikki tomonlama xavfsizlik kafolatlari, ya'ni NATOning 5-moddasiga o'xshash kafolatlarni AQSh tomonidan taqdim etilishi, shuningdek, Yevropadagi hamkorlarimiz va boshqa davlatlar, Kanada, Yaponiya tomonidan xavfsizlik kafolatlari berilishi yangi bosqinning oldini olish imkoniyatidir. Bu bizning tomonimizdan qilingan murosa, deydi Zelenskiy. Ukraina prezidenti shuningdek bunday kafolatlar albatta yuridik jihatdan majburiy kuchga ega bo'lishi shartligini alohida ta'kidladi. U muzokaralar yakuni bo'yicha rasmiy bayonotni uchrashuvlar to'liq yakunlanganidan so'ng e'lon qilishini bildirdi. Ma'lum qilinishicha, bugun Berlinga boshqa Yevropa davlatlari rahbarlari ham yetib kelishi kutilmoqda. Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishdan voz kechishi masalasida Rossiya qat'iy pozitsiyasida turibdi. Kiyevning neytral maqomini belgilash va mamlakat konstitutsiyasida NATOga qo'shilmaslikni mustahkamlash Kremlning asosiy talablaridan biri bo'lib kelgan. Bu talab 2022-yil aprelidagi Istanbul muzokaralarida ham, hozirda muhokama qilinayotgan ehtimoliy tinchlik kelishuvi doirasida ham ilgari surilmoqda. O'zbekistonda bemorni tovarga aylantirish degan tushunchani yo'qotish kerak. Milliy tiklanish demokratik partiyasi yetakchisi Alisher Qodirov dori vositalarini retseptsiz sotganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish bo'yicha taklif tayyorlanayotganini ma'lum qildi. Qodirov mamlakatda farmatsevtika biznesi borligini, odamlarning salomatligi emas, balki dori sotish birinchi o'rinda ko'rilayotganligini tanqid qilgan. 5 million so'mlik dorilar tarkibiga nimalar kirishini ko'rsangiz, badlar, biologik faol qo'shimchalar bo'lib chiqadi. Badlarning diabetga qanday aloqasi bor? U yerda o'tirgan odamlar aynan dori-darmon biznesi bilan shug'ullanadi. Ba'zi dorilar odamga tetiklik hissini bersa, ba'zilari yana nimadir berishi mumkin. Bilmadim, hozir gap bu haqda emas. Gap O'zbekistonda kasal odamni tovarga aylantirish tushunchasining o'zini yo'q qilish kerakligi haqida ketmoqda, deydi deputat. Juda katta mana shu farmatsevtika biznesi borda, shuning orqasidan daromad qilinadi. Odamlarimizning sog'lig'i 5-masala. Dorilarning sotilishi muhim narsa. Dorilarning sotilishi mana o'zimiz hozir masalan bir nechta bevosita praktikada ko'rayotganimiz uchun aytyapmiz. Sahr kasal, sahr bitta yara chiqsa, tanasidan qancha azob ko'radi, misol uchun. Borib bitta shu davolatish uchun 5 million, 6 million dori yozib berishadi. Bitta kasalga. Ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Viloyatlardan kelgan kimlardir dorini yozib bergandan keyin shu sahr bilan o'lib ketishga rozi bo'lib ketyapti. Bu 5 millionlik dorining ichini qarasangiz, batlar bor-da, bat. Sahrga bat nima aloqasi bor? O'sha yerda o'tirgan odamlar shu dori biznesi bilan shug'ullanyapti. Qaysidir dorilar masalan odamga mayli quvvat berar ekan, boshqadir bilmadim, bu narsalarni bilmayman. Hozir gap u haqida emas. Gap bu yerda kasalni tovarga aylantirish degan tushunchani O'zbekistonda yo'q qilish kerak. Albatta. Kuchli dori vositalariga faqatgina mana hozir deputatlarimiz tashabbus qilgandagi jarimani ko'tarish emas, umuman qizil retsept to'xtatyaptimi, effekt beryaptimi? Beringlar antibiotikka hammasini qizil retseptga. Sotib bo'lmasa, вообще aptekada.